boy, ilmiy yumor chaqchaqlari bilan xalqimizga zo'r ma'naviy o'ziq bergan. Lekin. Nermandan? Tamam edilmandan. O'tirar. Assalomu alaykum to'rdoshlar, minglarniki Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Biz bu Qurbon hayitlik Isamkamni bir eslaydigan bir epizod qilayli degan maqsad bilan kelgandan keyin bu yerda epizodni yozib tayyor qilib mashada chiqdik. Buningda mana shu Isamkamninki ish faoliyatlarini anga umid so'raydi. Biz shuningga qarta javob beramiz. Bu ham Isamkamni hammalikqa eslash, ham bir xil komediya, ham tragediya aralash bir xil epizod. Buningda bir necha yumorlar va 9 dak yumor berdik. Undan keyin qolganda Isamkamni eslagan oxiri bir naqshi va beshida Isamkamni ko'rinishi va ishda bir berdik. Menimcha muvaffaqiyatli chiqdi deb o'ylayman. Unda bo'lsa, hammanglarga o'sha Isamkamning ovozi bilan bir qurboniyatlik salom yo'llab beray. Assalamu alaykum hurmatli to'rdoshlar. Oyminglar muborak bo'lsin. Oyminglar nihoyat xushal-xuram, baxt o'tsin. Hammanglarga baxt va shodlik yor bo'lsin. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum Elkuy to'rdagi barliq aziz qarindoshlar. Barliqinglarning qurboniyating muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli Elkuy to'rdagi barliq to'rdoshlar. Qurboyitinglarga muborak bo'lsin. Isamkam bo'lgan bo'lsa, mana bu sizlarga salom yo'llatdi. Xayr, amon bo'lgaysizlar. Seyrib bana. Va. Bizde ala quturuytinglar, atat deganda soat 8da kelib qolsin. Ha, to'g'rilab bo'lmagan emas. Assalomu alaykum kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Aldi bilan yitinglar muborak bo'lsin. Rahmat. Bu daqiqa qurboniyatlik kechilikka qanday nomerlarni olib keldinglar? Biz bu daqiqa qurboniyatga bizning o'zimizning bolalarning an'anaviy usuli bilan naqshlarimizni keldik. Sizlar nadin keldinglar? Qaysi usul maktabdan keldinglar? Cholpa. Qaysi muallim olib keldingizlarni? Anvar muallim. Bu kichik do'stlarning bugun shu qurboniyat san'at kechiligiga olib kelibsiz. Usul tayyorladik deydi. Qanday temadagi usulni tayyorlab keldinglar? Keldi ayam keldi qurboniyat nomli bir naqshga usul tayyorlab keldik. Assalomu alaykum Barna. Va alaykum assalom. Yitingiz muborak bo'lsin.
Rahmat, sizga yitingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bu yillik kechilikda qanday nomuringizni olib keldingiz? Maxtum Islami. Ha, o'zingiz yolg'iz yetamsiz yo kichik do'stlaringiz bilan aytishib beramdi? Aytishib beramiz, o'zimni yolg'iz aytaman emas, shu Usul o'ynashib beramda. usul o'ynashib berdi. Shunda qo'shilib ketman. Men bu qitimqi Qurbon hayit san'at kechiligiga do'stlarim Shirali Altekin, shundaqla Abduqodir Yareli bilan muzika sal zamonaviyroq qilib ishlangan bir maqomdan ariya olib keldik. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum, Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Bu yillik Qurbon hayitga sizlar qanday nomerlarni olib keldinglar? Bu yilda Qurbon hayitga shu Shinjon televiziya stansiyasining o'rinlashtirgani bo'yicha Didar